Kesiladi degan oyog'ingiz bugun qanaqa? Kesiladi degan oyog'im Xudoga shukr mana tikka turibdi. Mana bitta hasada yuribman. Allohimga shukr. Mana shu oyog'im kesiladi degan oyog'im mana Xudoga shukr bor. Yuribman. Yer ustida Allohimga shukr. Yo'q, men kestirmayman. Meni qizlarim bor, yoshman. Meni oyog'im soppa-sog'u, hech bir qoraygan, bir ko'kargan yeri yo'q edi-da. Shu haligi temir qo'yganda hisobidan o'piq bo'lganiga shuni polniy oyog'ingizni kesib yuboramiz degan. Men bu Mahbuba Afzalda mana o'zimiz o'shda Intimok televizorida ko'rib turib, nomerlarini yozib olib, Gulzadani nomerlari chiqib qolgan. Shu Gulzada orqali Mahbubni topganman. Gulzadaga telefon qildim. Gulzadani keling dedi. Shu Gulzadaga bordim. U sразу meni dalniy qog'ozlarimni olib Mahbubga jo'natdi. Ko'rib, срочный keling dedi. Shu men shunga borishga majbur bo'ldim. 3-operatsiyam edi. Birinchi operatsiyamiz O'shda bo'lgan. O'zimiz Garatskoyda 19-yili. Shu yurib oyog'imda temir qo'ydi. Keyin 2021-yili yana operatsiya bo'ldim Bishkekda. Bishkekda yana operatsiya qilishdi. Yana yaxshi bo'lmadim. 22-yili meni oyog'imda yana o'piq paydo bo'ldi. Shu o'piq paydo bo'lgandan keyin men Toshkentga olib borishdi. Toshkentga bordim. Toshkentda meni yerda ko'rishib, oyog'ingizni kesamiz deyishdi. Men bunga yo'l qo'ymadim. Bishkekga yana olib borishdi. Bishkekda 22-yili yana operatsiya dedi. Operatsiyada men yana unamadim. Oyog'ingizni kesamiz deyishdi. O'sha oyog'ingizni kesamiz deganda nimalarni o'yladingiz? Nima paydo bo'ldi xayolingizda? Men hayolimda yo'q, men kestirmayman. Meni qizlarim bor, yoshman. Meni oyog'im soppa-sog'u, hech bir qoraygan, bir ko'kargan yeri yo'q edi-da. Shu haligi temir qo'yganda hisobidan o'piq bo'lganiga shuni polniy oyog'ingizni kesib yuboramiz degan 10 oyog'imda bo'lgan bu kista. Men bunga hayol qilib yo'q, kestirmayman. Men yashashim kerak. Men hayotda yashashim kerak bolalarim uchun. Hali yoshman, men yurishim kerak degan hayol bo'lgan menda. Doktorlardan xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, lekin xafa bo'lgan yerim ham bo'lgan. Mendan kesish kerak deganda men qanday kestirib yuboraman? Butun boshli oyog'imni kestiramanmi deb men o'zimga o'zim harakat qilib, o'zimga o'zim yuragimga yana dalda bo'lib, yo'q, men yashashim kerak deganman. Qizlarim meni keyin aya mayli kestiravering, bizga o'zingiz keraksiz, bizga bosh bo'lib yursangiz bo'ldi deganda men yo'q, kestirmayman deganman. Men yana ham hayotga intilishga harakat qilganman-da, yana yashashga harakat qildim. Shu 22-yili televizorda Intimok reklamasini qo'yib qo'ydi. Shu reklamada shu Gulzadani topdim. Gulzada orqali shu Mahbubni topdim. Xudoga ming-martadan shukrlar aytaman. 22-yili shu Hindistonga bordim. Yerda buni men dalniylarimni jo'natishdi nimaga? Hindistonga. Harakat qilsa bo'ladi, kestirmaymiz. Xudo xolasa nima bor, bunga harakat bor deyishdi. Umid bor dedi. Do'deni men xursand bo'lib, pulim yo'q, ozgina pullarim bilan men ketdim Mahbubga. Mahbub kelaring dedi. Ming rahmatlar aytaman Mahbubga, shu Gulzadaga, shu Ashish vrachimizga katta minnatdorchiliklarimni aytaman. Mana Xudoga shukr, mana shunchalik bo'lib ikkita hasada yurar edim. Allohga ming-martadan shukrlar aytaman. Mana shu yerga yetib keldim mana 2025-3 yil bo'ladi. Shu noyabr oyiga kelganim, noyabr kelsa 3 yil bo'ladi operatsiya bo'lganimga. O'zim birinchi og'rig'im 19-yili og'riganim, belim og'rib, o'zimizda klinika bor edi, Impuls klinikasi. Shu yerga chiqib meni tortishdi. Tortganda 5 kun tortgandan keyin уже резкий oyog'im og'rib qoldi. Endi yurolmay qoldim. Yurolmay qolganimda endi vrachlar aytdiki, Областной больницада
nima bor edi, rentgenxona bor o'zimizda Ablosnoyda. Shu rentgen qildirib keling dedi. Rentgenga borganimda menda nima bo'ldi? Kista binoga kelib qolibdi suyagida. Suyagida kista bo'lib qolibdi. Shu kistani oldirish kerak, ehtiyot bo'lib yuring deyishdi. Men uni o'zimizni Garatskoyga borganimda meni nator operatsiya qilib qo'ygan. O'sha vrach orqali men nator operatsiya bo'lib, oyog'imda kista binoga kelib qoldi. Kista qo'yganda temir qo'yib qo'ygan. Shu temir orqali 3 yil yurdim. 3 yildan keyin keyin nimaga Bishkekka bordim. Bishkekda meni yana operatsiya qilib, avval 5 ta temirim bor edi, keyin 7 ta qilib 2 ta qo'shib 7 ta qilib qo'yishdi. Shu orqali yana men oyog'imda o'pqi paydo bo'lib, o'pqi paydo bo'lgandan keyin men уже hayotda umidimni yana ham uzmadim. Yana intilishga harakat qildim-da, yashashga harakat qildim. Shu intimoda shu bularni reklamasini ko'rib qolib, shu Gulzada mahbublar orqali men shunchalik bo'lib qoldim. Kesiladi degan oyog'ingiz bugun qanaqa? Kesiladi degan oyog'im Xudoga shukr mana tikka turibdi. Mana bitta hassada yuribman, Allohga shukr. Mana shu oyog'im kesiladi degan oyog'im mana Xudoga shukr bor. Yuribman. Yer ustida, Allohimga shukr. Gulzada sinimga rahmat aytaman, Mahbub ukamga rahmat aytaman. Qolaversa shu Ashish vrachimizga ham rahmatlar aytib, minnatdorchiligimni bildiraman. Allohga ming martadan shukr, shular bor, men yashab yuribman. Avvalo Alloh, qolaversa shular sababchi men yaxshi yuribman.